Assalomu alaykum, hurmatli Qoratosh mahallasi fuqarolari. Profilaktika inspektori Shohruh bo'laman. Hurmatli mahalladoshlar, mahallamizda hozir bir ikkita shubhali firibgarlar yuribdi. Bizning mahallamizga kelib, mana shunday narsalarni hozir Abdujalil aka JEK xodimi bilan har bitta liftdagi mana shu kabi mashinliklarda mana shunday QR kodli narsalarni hammasini yulib chiqildi. Bu QR kodga hech kim telefonini ekranini olib bormasin. O'sha ekranni olib borganingiz bilan o'sha virus tushib, telefoningizdagi bor pullarni, sizga oid ma'lumotlarni egallab olishi mumkin. Hurmatli mahalladoshlar, ogoh bo'lamiz. Bunaqa narsani ko'rganlar shunday yulib musorga tashasin. Ko'chada hech kim buni telefoniga tushirib yurmasin rasmga. Ogohlantiraman.